Erkin Malik, bolalik va o'smirlik ko'chalari. Tomda bahor fasli tugamay, yozning jaziramalari boshlanib, ko'chalar chetidagi sho'ralar sarg'ayib, tomlardagi o't-o'lanlar qovjirab, tikanak bo'lib qolgan. Kun tikkaga kelishi bilan odamu qush-qurt qimirlagan jon borki, o'zini soya salqinga oladigan kunlar boshlangan. Mohovlar ataylab odamlar ko'chada kamaysin debmi yoki chayonga chaqtirishning jaziramaga aloqasi bormi, ishqilib bizni shunaqa paytga tayin qilishgan edi. Bizlar maktabga olib boradigan 3 ko'cha boshida uchrashdik. Hozirgi bo'ladigan tomosha hammamiz uchun muhim edi. Garovning eng qaltis joyiga yetib kelgan edik. Hozir hech kim garovdan keyin kimning ajali yetishini o'ylamasdi. Hatto o'zimning ham parvoyimga kelmasdi. Ammo o'yinboshimiz Tursunboyning qarori qat'iy. Bu senlarga tomosha emas. Garovni ikkovi o'ynadi. Men o'rtani kesdim. Qolganlar maktabga marsh dedi u. Tursunboy haq edi. Faqat o'rtog'im to'xtasinga achindim. Sutni u olib kelib berdi-da axir. U sigir suzib olgan joyini ushlab menga qaradi. Bir narsa desang-chi? Men yerga qarab oldim. Bolalar orqalariga qaray maktab tomon yo'l olishdi. O'yinboshining aytgan, degani degan. Bitta so'zni ikki qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ana u voqeadan keyin uning obro'si oramizda yana ham oshib ketgan edi. Mohovlarning hujrasi yonida eng avval Tursunboy paydo bo'ldi. Sodiq ikkovimiz ko'zidan pana joyda uning imlashini kutib o'tirdik. Tursunboy xo'rozning shpionlari yo'qmikan deb yon atrofni kuzatib bo'lgach, Sodiq namladi. Sodiq lapanglab chopa ketdi. Bu bo'rdoq tomga qanday chiqar ekan deb orqasidan qarab turibman. Tursunboy u borishi bilan cho'kkalab oldi. Sodiq devorni ushlab, Tursunboyning ikki yelkasiga ikki oyog'ini qo'ydi. Ana senga o'yinboshi bo'lish u Sodiq oyog'iga yelka tutish. Tursunboy o'rnidan azod turgan edi, Sodiq qorni bilan tomga yotib qoldi. Qolganiga Tursunboy yo'llab yubordi. Sodiq ko'rinmay ketdi. Tursunboy atrofga alanglab, nari-beri borib keldi-da, keyin menga imladi. Tomga chiqib olishim qiyin bo'lmadi. Qarasam, Sodiq tomga dum yotib, hovliga tikilib qolibdi. Men ham uning yoniga cho'zildim. Sarg'ayib qovjiragan o't-o'lanlar odamning yalang'och joyiga botib og'ritadi. Hovli boshqalarnikiga qaraganda chuqurda qolib ketgan, atrofdagi qo'shnilar devorlarni ko'tarib yuborgandan hovliga oftob ham tushmasdi. Ayg'oqchilarimiz aytgan keli hovli o'rtasida turar, rostdan ham ustiga tepchik yopib qo'yilgan edi. Shu payt hazmsiragancha o'rtamizga Tursunboy kelib cho'zildi. Ey tavba, bizni-ku! Tomga Tursunboy yo'llab yubordi. O'zi qanday chiqdi ekan? Qoyil! Tursunboyning o'rtamizga cho'zilishida ham bir sir bor. Shu joyda ham ikki tarafga barobar bo'lmoqchi. O'rtada turish osonmas-da. Tursunboy sal nafasini rostlab olgach, hovliga qarab tomoq qildi. Yana jimlik. Toqatimiz toq bo'la boshladi. Shabada yo'q. Oftob qizdirgandan qizdirib yotibdi. Ter quyib ko'z achishadi. Oxiri Tursunboy tem chekkasidan kesak ushatib, keli ustidagi kepchikni mo'ljalga oldi. Kepchik daranglab ketdi. Shundan keyin hovlida erkak mohovning o'ng tersi bilinmay ketgan do'ppisi, qip-qizil bo'yni va yekdagi ko'rindi. Keyin xotini paydo bo'ldi. U boshiga ro'mol tashlab olgan, erining oldida ikki bukilib kampirga o'xshab ko'rinardi. Ayol kepchikning yoniga kelib qimir etmay turib qoldi. Eri o'choq yonidan otash kurak olib keldi. Ular tepadan kuzatib turganimizni bilishsa ham bizga qarashmadi. Biz bo'lsak, ularning har bir harakatini ko'rib turardik. Ayniqsa haldan beri betoqat bo'lib pishillayotgan Sodiqning nafasi ichiga tushib ketdi. Erkak mohov kepchikni ko'tarib, otash kurakda tikkilay bitta chayonni ilashtirib chiqdi. Keyin kepchikni ilgarigidek yopdi-da, chayonni uning ustiga qo'ydi. Orqasiga qaramay xotiniga qo'l cho'zdi. Xotinining qo'lida sopol piyolada sut bor edi. U piyolani oldida o'likmi, tirikligi bilinmay ketgan tosh qotib turgan chayonni tirnog'ining orqasi bilan u yoqqa, bu yoqqa sura boshladi. Birdan chayonga jon bitdi. Kepchik ustida gir aylana boshladi. Erkak mahov bo'lsa, piyola bilan chayonni mo'ljalga olib, nuqul ustida aylantirardi. Oxiri u mo'ljalga yetib, chayonning boshini piyolaning tagi bilan ezdi.
Chayonning dumi bir ikki tepchikka tars urilib azot ko'tarildi-da, gajak bo'lib piyoladagi sutga cho'mdi. Keyin dumi tepchik ustiga qaytib tushdi. Erkak piyolani xotiniga uzatdi. U bo'lsa piyolani ro'moli tagiga oldi. Sutni icha boshladi shekilli, eri sabr toqat bilan uni kuzatib turdi. Bo'shagan piyolani xotinidan olib, axlat o'rasiga otib yubordi. O'lgan chayonni yerga tushirib kalishi bilan o'zida tepchikni ochib, otash kurak bilan yana tikkilay boshladi. Yana haligidek chayonni ilashtirib chiqdi. Xotinining qo'lida yana bir piyola sut paydo bo'ldi. Boyagi urinishlar qayta boshlandi. Biroq bu chayonni sutga cho'mdira olmadi. Bir nechta chayon shu tariqa tepchik ustida jon berib oyoq ostiga tushdi. Mo'g'ul xotin bir joyda turgancha eriga bir nimalar deb shivirlar, o'qdan ovozi ham chiqib ketar. Eri bosh irg'ab unga javob olardi. Va nihoyat galdagi chayon ularning aytganiga yurib sutga cho'mdi. Bu piyoladagi sutni erkakning o'zi ichdi. U piyola ham o'raga uloqtirdi. Shundan keyin er-xotin qiblaga qarab ichlarida duo o'qishdi, yuzlariga fotiha tortib, hujralariga kirib ketishdi. Men Tursunboyga qaradim. Sodiqov teskari qarab oldi. Ikkovimizning ham yolg'onimiz ana shunday fosh bo'ldi. Hukm. Ma'lum bo'ldiki, chayonning zaharini mo'g'ullar sutga qo'shib ichishar ekan. Shunday qilsa shifosi bo'lsa kerak-da, yana kim bilib o'tiribdi. Xullas, bu garovda na Sodiqov yetdi, na men. Ikkovimiz ham yolg'onchi bo'lib qoldik. Endi buning oqibati nima bo'larkan? Sodiqov bo'lsa nuqul, uniki ham bo'lmadi, meniki ham bo'lmadi. Hisob 0-0 deb bolalar oldida o'zini ham, meni ham oqlamoqchi bo'lardi. Biz oxirgi hal qiluvchi hukmni atamamizdan kutardik. Jazo qanday bo'lsa shundaycha qoladi, dedi u qovog'ini solib. Ikkovi ham chayonga chaqtiriladi. Yolg'on gapirib boshqalarni ahmoq qilish qanaqa bo'lishini bilib qo'yishsin. Yolg'onchining jazosi o'lim. Kim unamasa haji qizman desin, g'iring deyish yo'q. Men haji qiz o'g'il bola emas deganni olgandan ko'ra bir emas 10 ta chayonga chaqtirishga ham tayyor edim. Bu so'zni juda ham yomon ko'rardim. Erkaklar o'rtasida bo'ladigan mushlashishlar, qirpichoq bo'lishlar shu so'zdan boshlanishini ko'p eshitganman. Birovni haji qiz deb so'ksa bo'ldi, ish qon to'kish bilan tugardi. Tursunboy bizdan javob kutardi. Hayolimda Sodiqov hozir bir nima deb qoladigandek. Axir hammadan ham uning joni shirildi. Buning ustiga yolg'iz o'g'il, aytgan, degan. Yo'q, unday bo'lmadi. Sodiqov ham haji qiz bo'lishdan chayonga chaqtirishni afzal bildi. Shundan keyin nimagadir unga mehrim tovlandi. Tursunboy ham unga g'alati qarab qo'ydi. Tursunboy nari-beri yura boshladi. Bo'ldi, ikkoving ham imtihondan o'tdilaring, zo'rsanlar deb qarorini o'zgartiradimi deb o'yladim. Ko'rinishi shunaqaroq edi-da. Yo'q, Tursunboy qarorini o'zmadi. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Dedi u ikkovimizga qarab. Keyin qo'shib qo'ydi. Bilaman, bizning oramizda haji qizlar yo'q. Bo'lmaydi ham. Mendan boshlay qol, deb dadil o'rtaga chiqdi. Yo'q, mendan, dedi Sodiqov. Sendan oldin o'rtaga men chiqdim-ku. Sen men qo'rqoq deb o'ylading. Ko'rib qo'y, qo'rqmayman. Bo'pti, dedi Tursunboy. Sodiqovdan boshlaymiz. Yo'q, dedim men. O'rtaga undan oldin chiqdim-ku. Bolalar men taraf bo'ldi. Tursunboy ko'pchilikka bo'ysunaman degandek Sodiqovni chetga surib menga yaqinlashdi. Shart shu, bo'lgan ishni sotib qo'yish yo'q. Bexosdan chayon chaqib olganini uydagilarga aytasanlar. Ular nima qilishlarini o'zlari bilishadi. Aytmay yashirsalaring, o'lasanlar. Bo'pti. Tursunboy cho'ntagidan peshana bog' va gugurt quti chiqardi. Bildim, chayon qutining ichida. U bolalarga qarab dedi. Ish pishdi, o'raga sichqon tushdi. Guldur gup dedik baravar. Mana bu bilan ko'zini bog'la, dedi Tursunboy bolalardan bitniga peshana bog'ni uzatdi. Kerakmas, shunda ham turaveraman, dedim o'zimni botir ko'rsatib. Sen men ishimga aralashma, jetib berdi Tursunboy. Ko'zimni bog'lashdi. Yon atrofim suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Qulog'im tagida ajina shamol g'uvillaydi. Xuddi hamma meni tashlab qayoqqadir qochib qolgandek. Yo'q, kimdir piqqilab yig'lashga tushdi. Sezdim, bu to'xtasin. Halidan beri ko'zlari javdirab turgan edi. Shu payt bir seskanib tushdim. O'ng oyog'imning betiga muzdek bir narsa tushdi-da, qimir etmay turib qoldi. Xuddi muz parchasiga o'xshardi. Chayonning nomi ham o'zi ham sovuq bo'ladi deyishardi. Rosti nimagadir chayon qimir etib ham qo'ymasdi.
Ko'z oldimga kepchik ustida birin-serin jon bergan chayonlar keldi. Moxov erkak tirnog'ining orqasi bilan turtmaguncha chayonlar o'zini o'likka solib yotavergan edi. Bu ahvolda yana qancha turishim mumkin? Chap oyog'im bilan turtib qo'ymoqchi bo'ldim. Qimirlama! Tursunboyning o'qdek ovozi qulog'imni teshaydi. Shu payt chayon g'imirlab qoldi. Xayolimda u oyog'imning betida aylanayotganga o'xshardi. Oxiri u tepaga qarab o'rmalashga tushdi. Endi ishtonimning pochasiga o'rmalab kirib, o'lishim aniq. Tirnoqlari etimga bota boshladi. Tishimni tishimga qo'yib turibman. Gazanda tepaga chiqa olmadi shekilli orqaga qaytdi. O'rmalab borib bosh barmog'imning ustida to'xtadi. Yerga tushib ketsa-ya, xonim unga yo'qmasa-ya. Harom qondan chayon hazar qiladi. Harom bolalarni ilon chayon chaqmaydi degan gaplar yurardi oramizda. Bu Haji qiz degan nomdan ham besh battar edi. O'zim endi chayonga yo'qotgan qonning o'zi yo'qdirdi. Sodiqovga o'xshab biqqa bo'lsam ekan. Ish qilib haromi ekan degan isnodga qolmasam edi. Beixtiyor chayon turgan boshmaltog'im qimirlab ketdi. Shu payt shunday bir og'riq bo'ldiki, dod deb yubordim. Kimdir uzundan uzun jivoldizni tirnog'im orasidan tiqib, miyamdan chiqargandek bo'ldi. Chayonni tepkilab tashladim. Ko'z bo'ylag'i uchun jon jahdim bilan yulib oldim-da o'tirib qoldim. Tirnog'im orasidan qon siza boshladi. Tursunboy boshmaldog'imni ezib qonini ko'proq chiqarib yubordi. Keyin ro'molchasini yirib siqib oldi-da, "Uyingga chop. Chayon chaqqanini aytchanga ayt, bo'lmasa o'lasan-a", deb yelkamga erkalab urib qo'ydi. Jonim qanchalik og'rimasin, Sodiqovning ahvolini bir ko'rgim kelardi. Tursunboy "Jo'na!" deb baqirib bergandan keyin chopa ketdim. O'ng oyog'im uyga yetib bo'lguncha tosh osib qo'ygandek og'irlashib qoldi. Shish tizzamdan o'tib sonimga yoyila boshlagan edi. Uyga kelsam, shu hovlini bizga sotgan o'g'il bola tog'a o'tiribdilar. Ular har zamonda kelib marvardak tagida Qur'on o'qib, savobini ota-onalariga bag'ishlab ketardilar. Ayacham mendan xabarni eshitib bobullab dedi. "Dard ot yo'q" deydi uni. "Bo'lmasa naq hovlini bosib ketadi-ya, turqang qurgur", deya menga o'qraydilar. "O'lmabsan-ku, bundoq o'ladigan qilib chaqmabdi-da", deb o'g'il bola tog'aga "Nima qilamiz bu dardsanni?" degandek qaradilar. U kishi o'zlarini beparvo tutib meni yonlariga chaqirdilar-da, chalqancha yotib boshmaldog'imdagi lattani yechib tashladilar. Og'riq sal pasaygandek bo'ldi. Ammo endi sonim lorsillay boshladi. O'g'il bola tog'a engashib, chayon chaqqan joyiga erinmay tupuklarini surtishga tushdilar. Keyin o'qib dam sola boshladilar. Uxlab qopman. Ertasiga eshitsam, Sodiqov ham bir o'limdan qopdi. Uni Gorbalnisaga, Grodskaya balnisaga olib ketishibdi. Sayma dorilardan keyin o'ziga kelibdi. To'planishib uni ko'rgani bo'ldi. Ammo bo'lib o'tgan voqealar sirligicha qolib ketdi. Hech kim og'zidan gullamadi. Ha, o'raga sichqon tushdi, guldir gup. Bolalik qonunlari ana shunday qattiq edi. Moxovlar hujjasi yonidan o'tib borayotib, ana shu sarguzashtlar bir ko'zim oldidan o'tdi. Erkak Moxovning soppa-sog'ligi shundoq ko'rinib turardi. Hayron bo'laman, direktorimiz Moxov yuqadi deydi. Shuncha birga tursa ham eriga yuqmagan-ku. Erkak Moxov soqolini o'stirmay qirib turardi. Uning orqligimi, ko'z qarashlarimi ish qilib qayerlarda yaxshi amakiga o'xshab ham ketardi. Bilardim, yaxshi amakining o'g'lini o'ylashdan boshqa dardi yo'q. Lekin meni o'zlariga teng ko'rib bir nimalar demoqchi bo'lardilar, u aytmaydilar. Buni menga serga qarab qo'yishlaridan sezib qolaman. Men yaxshi amakining menga nima demoqchiligini aytmasalar ham bilardim. Ular menga o'g'il o'rniga o'g'il bo'lib qo'ya qol, ularni izlamagan joyim qolmadi. Xo'p desang bu yerlardan bosh olib uzoq-uzoqlarga ketamiz demoqchi bo'lardilar. Men yaxshi amakining shunday deb qolishidan va yo'q deb u kishini xafa qilib qo'yishdan qo'rqardim. Xuddi shunday gapni ilgari ham boshqa bir odamdan eshitgan edim-da. Eslasam, hali hanuz yo'q deganimga yuragim achishib, pushaymonlar bo'laman.